Mercedes ishqibozlari uchun bugun sotuvga aynan Mercedes Actros Wilton Precept bilan komplekt holatda sotuvga chiqdi akalar. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Tigach 420 ot kuchiga ega. Yurgan masofasi 891 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomat korobkada. Salon ichki holatlarini videoda ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Deyarli mashina perigon holati desa ham bo'lardi, chunki O'zbekistonda hali ishlamagan. Precept ham 2018-yilda ishlab chiqarilgan Wilton Precept bo'ladi. 105 kubali mega. Moslari saf mos, o'tka. Ichki holatlarini ham videoda ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Balonlari ham Michelin balonda turibdi akalar. Xo'p, baklari jami 1100 litrli bak bilan jihozlangan. Tigachchi balonlarni ham mana videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Vidushi balonning holatini ko'rsangiz bo'ladi. Bu mana oldi balonlarini holati. Endi hamma uchun eng qiziq bo'lgan joyi fura narxiga keladigan bo'lsak, narxini egalari 64 ming AQSh dollar deb aytayaptilar. O'zlari bilan kelishilgan holatda savdolashib, yaxshi narxlarga olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati Chust shahrida Mercedes Actros turibdi. Kelib ko'rib, yoqtirib olishingiz mumkin. Bu videoni mana shunaqa Mercedes ishqibozlariga jo'natib qo'yish ham esdan chiqmasin. Sotuvdagi yana boshqa ko'plab furalarni bizni Telegramdagi kanalimizda topishingiz mumkin. Telegram kanalida kuniga 5 tadan 10 tagacha furalar arzon narxda sotilib ketyapti. Telegram kanal linki Instagramda qoldirilgan. Ustiga bosadigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda o'tib ketasiz. O'zbekiston bo'yicha barcha sotuvdagi furalar aynan bizni Telegramdagi kanalda. Hammaga rahmat.